butun dunyoda keng tarqalgan rak keltirib chiqaruvchi, asosan jinsiy yo'l bilan yuquvchi virus haqida bilarmidingiz? Bu virus papilloma человека, odam papilloma virusi. 200 dan ortiq turi aniqlangan. Shulardan kamida 14 tasi yuqori onkogen virus hisoblanadi. Ayniqsa 16, 18 turi 70% da onkologik kasalliklar keltirib chiqaradi, xususan bachadon bo'yni saratonni. Dunyoda jinsiy hayot kechiruvchi insonlarning 80% hayoti davomida VPC virusi bilan zararlanadi. Yuqish yo'llari. Demak, bu jinsiy aloqa, kontaktni bitovoy, ya'ni shilliq qavatlari va teri qavatlari bilan kasallangan odam bilan muloqot qilganda va onadan bolaga tug'ish jarayonida, azizlarim. Xo'sh, bachadon bo'yni saratonini oldini olish mumkinmi? Ha, azizlarim, bu yagona rak oldini olish mumkin bo'lgan maxsus прививка bor, ya'ni vaksina. O'zbekistonda Gardasil.